Dadamni qaytarib berishini. Kimni? Dadamni qaytarib berishini Alloh. Gitsin. Dugonasi qatori shu ham ko'chada chiqib o'ynab shu qoqlayman. Ro'zoylari yordam berishlarini so'rayman. Sizlar bizga yordam bersanglar. Qizchamizni yaqin oling. Atrofda qizchamizni yaqin oling. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. O'zimga so'ramayman, o'zimda ham sog'ligim yo'q, belimga kirisham bor. Yuragim og'riydi. Boshim ham og'riydi, boshimga ham o'simtam bor. O'zimga so'ramayman, shu go'daychamga so'rayman. Yordam beringlar. Musofir yurtga yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz. Sizlardan so'rayman, yordam beringlar. Mayli shu Ro'zoyga, shu go'daychamga deb yordam so'rab chiqaman. Qo'llaringizdan kelgancha. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilarim. Men Imona sizlar bilan birgalikda bugun ahvoli og'ir, vaziyati og'ir opaxonimiz bizga murojaat qildilar. Turmush o'rtoqlari vafot etgan, qarmoqlarda 2 nafar qizchalari bor. Bu 2 xona uylarida turadigan uylari ham sotuvga qo'yilgan, bank tomonidan har tomondan zarba yegan bir onaxonimiz bizga murojaat qildilar va bu murojaatga be'tibor bo'la olmadim. Sizlarga havola etishga harakat qildim. Mana ro'za Ramazon oylarida iltimos sizlardan shu videoni oxirigacha ko'ring va be'tibor bo'lmang. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mazingiz yaxshimi? Men qizim kasal. Opajon, nechinchi yilsiz? O'zingiz tanishtiring. Qarshi mahalla Buyuk To'ranga turamiz. 2V41-xonadon uyimiz. Uyimiz kreditga olingan. Qarzimiz bor bankdan. Kreditga qanday olingan? Misol uchun turmush o'rtog'ingiz vafot etganlar uchun davlat tomonidan berilgan. Davlat tomonidan to'lov qilib berilgan. Xo'jayinim o'lganlar, shuning uchun endi o'zim ishlayman, oyma-oy to'lab boraman. Qizim kasal uchun to'la olmay qoldim, qarzga chiqib ketib qoldi uyimiz ham. Buni sog'ligining mazasi yo'q. Bu kasal. Buni burni qonaydi, burnidan go'sht o'sib chiqqan, butun qonab ketadi, hozir tanasiga qoni ham qolmagan. Temperatura chiqib ketgan payt toza ham sudurga berib mazasi qochib qoladi. Imkoniyatim yo'q, mablag'im yo'q davolatay desam. Bir o'zim ishlayman. Suvim, gazim, hamma narsam qarzga chiqib ketgan, shu balani deb olib chopaverib. Nima ish qilasiz opajon? Obodonga ishlayman bir o'zim. O'zim ham kasalman. Turmush o'rtog'ingiz qachon vafot etgan? 2019-yil 23-sentyabr kuni bosh urib ketgan xo'jayinim. O'shandan beri avtohalokatga vafot etganlar. Avtohalokatga. Bu qizchangiz nechinchi yil? Bu 2017 bu. Nechinchi sinf? 1-sinf o'quvchisi bu. Maktabga ham borganga boribdi, bormaganga yo'q. Mazasi yo'q uchun o'qituvchilar davolating balayizni deydi. Lekin mablag' bo'lmagandan keyin imkoniyatim yo'q, qiynalaman. Shuning uchun sizga murojaat qiluvdik. O'tgan yil bir balo qilib operatsiya qildirdik, qarz qavola qilib, bu yil imkoniyatim yetmadi, qildira olmayapman. Endi shu burnidagi go'shtini ikkinchisini ham oldirishim kerak, ilojim yo'q, mablag'im yo'q. Iloji bo'lsa yordam beringlar, qo'llaringizdan kelgancha. Shu qizim ham nafas olib, toza havolarga chiqib, bachalarga o'xshab o'ynab ketishni xohlayman. Lekin imkoniyatim yo'q. Bu qizingizda kasallik varaqalari, Ha, u kasallik varaqalari. Hali ana YouTube'ga nimalarga, kameralarga qo'yamiz. Video davomida buni ham. Jamila. Nechinchi sinfga o'qiysiz? 1-sinfga. 1-sinfga? Katta bo'lsangiz nima bo'lasiz? Doktor. Doktor. Sog'ligingiz yo'qmi? Nima bo'ldi? Burnim qonaydi. Burningiz qonaydi? Siz qarang, hozir farishtalarimiz yerga tushgan vaqtda Allohdan nima so'ragan bo'lardingiz? Dadamni qaytarib berishini. Kimni? Dadamni qaytarib berishini Alloh. Sog'ligingiz emasmi? Sog'ligingiz so'ramasmidingiz? So'raydim.
hozir qarang. Mana bu videoni qo'yamiz. Bu yerda ehsonparvar, Alloh tanigan, saxiy insonlarimiz Allohga shukr juda ko'p. Shu akalaringizga nima degan bo'lardingiz? Ayamga yordam berishlarni, ayamga yordam berishlarni. Kunam biza oltin yedik, har kuni go'shtli ovqat yegimiz keladi. Dadam bo'lganda bunday qiynalmasdi. Ayamni ham bizani go'sht olib kelishga pullar yetmaydi. Yig'lamaydilar qizim. Duo qilsa hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ko'rmagandek bo'lib ketasiz. She'ringiz yo'qmi bironta yaxshiroq? Bering mayli. Yo'llarim buzilib ketdi. Endi nima deyishga ham hayronmiz. Ehsonparvar, saxiy insonlarimiz hozir mana ro'za Ramazon oylarida bugun 27-kuni videoni qo'yamiz va videoga olyapmiz. Sizlardan iltimos, shu qizchamizga bee'tibor bo'lmanglar. Hozir jannatdan qasr quraman degan akalarimiz, opalarimiz, ehsonparvar insonlarimiz butun O'zbekistonda juda ko'p va ulgurib qolinglar. Bu opamizni plastik kartalarini qo'yamiz, telefon raqamlarini qo'yamiz o'zlariga tegishli. Bemalol telefon qilib chiqib, ehson qilmoqchi bo'lsalaringiz, kelib ehsonlarini egingizni qo'llariga berib ketishlaringiz mumkin yoki plastiklarga tashlashlaringiz mumkin. Hozir onangizlarni yaratmasin. Turmush o'rtoqlari avtohalokatda vafot etgan ekan va ko'ryapsizlar, onani farzandi hech qachon bemor bo'lmasin, kasal bo'lmasin. Bitta o'zlari bu yoqda uylari qarzga chiqib ketgan, svet gazlari qarzga chiqib ketgan ekan. O'zlari Obodonga oddiy ko'cha supurg'ich bo'lib ishlar ekanlar. O'zlarini ham hozir sog'liklarini aytib o'tmadilar. Men kameradan oldin o'zlari bilan ancha gaplashdim. Doktor tashxislarini ko'rdim, lekin bitta narsaga hayron qoldim va tan berdim. Ona baribir ona ekan, balamdi ekan. Men o'zimda aytmayman bemorligimni. Menga shu qizimni sog'ligini tiklashga yordam berishsa bo'ldi. Ikkinchi operatsiyasiga ko'pi bilan 5 million yoki 7 million ketishi mumkin deb aytishyapti doktor. O'tgan yili hokimiyatga, mahallaga murojaat qilib, yordam qilib, ehsonparvar akalarimizdan yordam olib qildirgandim bitta operatsiyasini. Ikkinchisi pulim yo'q dedilar. O'zlarini ham doktorga borgan ekanlar, boshlarida o'zgarish bor, bitta asabdan, o'ylovdan, yuraklariga og'riq bor ekan. Alloh opamizga ham shifo bersin va shu yolg'iz onaxonimizga sizlardan iltimos, bee'tibor qoldirmanglar shu videomizni. Kimdir qarz so'rasa, 7 tomiri erib so'raydi deydi-ku, o'shanday bizlar sizlardan qarz emas, bizlar sizlardan shu qizchamiz uchun yordam so'raymiz. Farzandsizlarga farzand so'rab qolamiz. Agar shu qizchamizga kimdir yuragidan chiqarib, "Men ham shuni shirin qizli bo'lay, farzandli bo'lay" deb 1000 so'm tashlang yoki 5000 tashlang yoki 100 ming tashlang yoki 1 million tashlang, u hammani qurbi yetadigan vaqt hozir. Ro'za Ramazon oylarida hamma ehson qiladi. Mana ro'za ushlaganmiz hammamiz ham shu ro'za Ramazon oylarida Alloh uchun va yordamlaringizni shu Mustafar onaxonimiz uchun, shu qizcha uchun sizlardan iltimos, qo'llab-quvvatlanglar va yordamlaringizni ayamanglar. Videomizga bir donadan like bosing, like tekin va obuna bo'ling. Keyin kommentariyaga fikr yozing, bu qizchamizga qanday yordam bersak bo'ladi. Siz bir dona like bossangiz, sizni o'rtog'ingizga borib tushishi mumkin. Sizni imkoningiz agar yordam berish qo'lingizdan kelmay turgan holat bo'lsa yoki o'zingiz ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, bir donagina like bossangiz, kimdir "Men ehson qilaman, qiynalgan oila bormikan" desalar, o'sha kishiga borib tushadi. Sababi ehsonni yaxshi joyi shu. Sabab turmush o'rtoqlari vafot etgan ekan, mashina yo'lda urib ketgan ekan va bu qizchamiz hozir juda larzaga keladigan gap aytdilar. Birinchi o'rinda qarang, qiz bola otaga mehribon bo'ladi degani shu yerda ham ma'lum. Allohdan nima so'raydingiz deganimizda, Allohdan dadamni qaytarib berishlarini so'raydim dedilar. Men shundan keyin juda muzlam bo'lib qoldim. Nima bo'lsa ham sizlardan iltimos akalarimiz, opalarimiz, ehsonparvar, butun O'zbekiston xalqi chetdan ko'rishadimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar telefon raqamlarini qo'yaman. Bee'tibor bo'lmanglar.
Qarshi shahrini mahalla raislariga ham iltimosimiz va qo'llaridan kelgancha yordam berishgan ekan. Yana bir bor shu ro'za Ramazon oylarida mahallamizga ko'pchilik akalarimiz borishadi. Bizga oila ko'rsating, biz yordam beraylik desalar, shu opamizni tavsiya qilishlaringizni so'rab qolamiz. Shu qizchasi ham farzandlarimiz qatorida toza havo olib, yaxshi bo'lib ketishini so'raymiz. Sababi bu qiz bola ertaga kelin bo'lishi bor, begona xonadonga borishi bor. O'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Hozir onasini oldidan sog'lom bo'lib bormasa, ertaga qizing kasal edi, qizing uyida, qizing bo'ydi degan gap so'zlar ham o'zimiz o'zbeklarda bo'ladi, bo'lmaydi emas. Shu uchun qizchamizni kelajagi uchun sizlardan iltimos, bee'tibor bo'lmanglar. Eng kami 10 ming so'mdan tashlasa ham hozir 1000 ta odam ko'rsa 1 million bo'ladi shu qizchamizni. Shunisi tekshiruviga, dorilari bo'ladi, lekin 1000 ta odam ko'rmaydi. Biz umid qilamiz 15-20 ming odam ko'rishlarini umid qilamiz va ko'riladi ham nasib bo'lsa. Sizlardan iltimos, kimda kim bee'tibor bo'lmay 1000 so'm bo'lsa ham 5000 so'm bo'lsa ham ehson qiling. Opajon, siz gaplaringiz kelsa marhamat. Obunachilar, sizlardan iltimos qilib so'rayman, yordam beringlar. Shu men qizim yaxshi bo'lib ketsin. Dugonasi qatori shu ham ko'chada chiqib o'ynab qo'ymayman. Ro'za oylari yordam berishlarini so'rayman. Sizlar bizga yordam bersanglar. Qizchamizni yaqin oling. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. O'zimga so'ramayman, o'zimda ham sog'ligim yo'q, belimga kirishim bor, yuragim og'riydi, boshim ham og'riydi, boshimga ham o'simtam bor. O'zimga so'ramayman, shu go'daychamga so'rayman, yordam beringlar. Musofir yurtga yurgan ko'kalarimiz, opa-singillarimiz, sizlardan so'rayman, yordam beringlar. Mayli shu ro'zoyga, shu go'daychamga deb yordam so'rab chiqaman. Qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Duo qilamiz sizlarni biza. Tilla qizim, yig'lamang, hali Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, hammalaringizdan. Rahmat sizga ham. Opajon, ko'nglingiz cho'ktirmang. Xudo xohlasa hali yana kelamiz, syomka qilamiz. Xudo xohlasa xalqimiz mehribon, qo'llab-quvvatlaydigan umiddamiz va qo'llab-quvvatlashda davom etsa, hali doktorlarga olib borib, yaxshi qilganlar videolarimizni qo'yamiz. Mana biz uddaladik degan nasib bo'lsa videolar qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.